Do'stlar, bugun sizlarga 360 ming so'mga shirinliklar olib keldim. 360 ming so'mga siz nimani olgan bo'lardingiz? Keyin shunaqa marojnilarni yeb ko'rgan bo'larmisiz? Hozir bular ikkitasi jem bo'ladi, bu Magnum marojni bo'ladi. Yeb ko'ramiz va sizga baho beramiz. Go. Birinchi Twix jemini ochib olamiz. Men yaxshi ko'rgan marojni, buni Koreyada juda ham ko'p yeganman. Bu keng bo'ladi, juda ham mazali bo'ladi. Qaranglar, qandayligini qaranglar. Bashmaldag'im bilan tey. Ozgina yutib olish kerak. Bismillah. Bilaman, bu videoni ko'rib siz ham shunaqa qilib yegiz kelyapti. Like bosib qo'ying. Endi Bounty bilan yeb ko'ramiz. Qani qanaqa chiqar ekan. Mana bomba bor. Shunaqa neobishniy narsalarni qayerdan olasiz deb agar yozib qoldirib qo'ysalaring, qayerdaligini aytaman. Rostdan shunaqa har xil neobishniy narsalar juda ham ko'p joylarda topib qolganman men. Videoga like bosib qo'yinglar. Marojniyda, desertda yaxshi ko'rgan do'stlaringiz jo'natib qo'yinglar. Bunaqa neobishniy narsalar faqat menda bo'ladi.